Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi. Tanishing, bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. O'tayotgan haftada respublikamiz miqyosi 9-may xotira va qadrlash kuni keng nishonlandi. Boshqarma boshlig'i Jomboy tuman hokimi bilan yilning eng yaxshi huquq o'qituvchisini tabriklashga bordi. Payariq tumanidagi 38-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 72-umumta'lim maktabida Obod qishloq loyihasi doirasida obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. O'tayotgan haftada respublikamiz miqyosida 9-may xotira va qadrlash kuni keng nishonlandi. Mazkur sana munosabati bilan ta'lim tizimida faoliyat yuritgan faxriy ustozlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Hozir shu haqda. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan viloyatimizning barcha umumta'lim maktablarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, faxriy ustoz va muallimlar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Tadbirda faxriylar o'z hayot yo'llari, kasbiy faoliyati haqida yoshlarga so'zlab berishdi. Shuningdek, yurt tinchligi va vatan ravnaqi yo'lida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz xotirasi yodga olindi. Bunday tadbirlar va uchrashuvlar o'quvchilarning ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetishishda, keksalarga hurmat, shuningdek vatanparvarlik ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Xabaringiz bor, joriy yilning 2-3 may kunlari Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda Adliya vazirligi bilan hamkorlikda eng yaxshi huquq o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'tkazilgan edi. Mazkur tanlovda Jomboy tumanidagi 28-umumta'lim maktabining davlat va huquq asoslari fani o'qituvchisi Dilobar Odilova faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. O'tayotgan haftada boshqarma boshlig'i Jomboy tuman hokimi bilan birgalikda ustozni tabriklashga bordi. Ilk marotaba o'tkazilgan tanlovda respublika bo'yicha 10 mingga yaqin davlat va huquq asoslari fani o'qituvchilari qatnashdi. Mazkur tanlovning respublika bosqichida ishtirok etgan 42 nafar o'qituvchilardan 3 nafari ko'rik tanlov g'olibi, 6 nafari esa eng yaxshi notiq va eng yaxshi taqdimotchi nominatsiyalarini qo'lga kiritdi. Ular orasida peshqadam ustoz, mazkur tanlovning birinchi o'rin sohibi Dilobar Odilova ham bor. Ushbu ko'rik tanlovda Jomboy tumanining o'qituvchisi birinchi o'rinda olishi bu nafaqat tumanga, balki viloyatga juda katta yutuq. Sizni chin dildan mana shunday yutuqda sizni va butun jomboyliklarni tabriklaymiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar Dilobar Odilovaning bilimli, mas'uliyatli va fidoyi pedagog sifatidagi mehnatini alohida e'tirof etishdi. Uning bu yutug'i nafaqat maktab, balki tuman va viloyat ta'lim sohasidagi yuksak natijalardan biri ekanligi qayd etildi. Hamda ustozga tuman hokimligi va viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasining esdalik sovg'alari topshirildi. Biz o'qituvchilarni shu darajada davlatimiz rahbari tomonidan va Adliya vazirligi, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi o'qituvchilarimizni shu darajada qo'llab-quvvatlayotganda, qadrlayotganiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xabaringiz bor, joriy yilning 19-mart sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha va maktab ta'lim sohasi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmoni qabul qilingan edi. Ayni paytda joylarda mazkur farmonning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. O'tayotgan haftada boshqarma boshlig'i Bulung'ur va Jomboy tumanida maktab jamoalari bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda mazkur mavzuga alohida to'xtaldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov Bulung'ur tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishish maqsadida mazkur muassasada bo'ldi. Boshqarma boshlig'i maktabda o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, shuningdek ko'rgazmali stendlar bilan tanishdi. Bundan tashqari maktab jamoasi hamda tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi mas'ullari bilan muloqot qildi. Uchrashuvda boshqarma boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi maktabgacha va maktab ta'lim sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmoni mazmun mohiyati haqida gapirib, bu tizim xodimlarini rag'batlantirish borasidagi islohotlarning uzviy davomi ekanligini ta'kidladi va ushbu rag'batga javoban halol mehnat qilib, lavozim majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishimiz lozimligini qayd etdi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i Jomboy tumani 24-umumiy o'rta ta'lim maktabida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik jarayonlari hamda muassasada hashar yo'li bilan qurilayotgan maktab oshxonasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Muassasada ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar va o'qituvchilarga shart-sharoitlar yaratish bo'yicha mas'ullarga o'z tavsiyalarini berdi. Obod qishloq, obod mahalla dasturi doirasida Payariq tumanidagi Xalqobod mahallasi hududida joylashgan 38-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 72-umumta'lim maktabida qurilish obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Hozir shu haqda
Payariq tumani Xalqobod mahallasida Obod qishloq obod mahalla dasturi doirasida ta'lim tashkilotlari infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan mahalladagi 38-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida muassasa hududidagi yozgi oshxona, ko'mirxona va omborxona binolari qurildi. Shuningdek, tashkilot atrofi 50 metr uzunlikdagi devor bilan o'raldi. O'tayotgan haftada boshqarma boshlig'i mazkur ta'lim muassasasida bo'lib, amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Shuningdek, ushbu dastur doirasida hududdagi 72 umumta'lim maktabi atrofi 400 metr uzunlikdagi beton to'siqlar bilan o'raldi hamda maktabning faollar zali 18 komplekt o'rindiqlar bilan to'liq jihozlandi. Boshqarma boshlig'i muassasada bo'lib, mas'ullar bilan uchrashuvlarda yaratilgan sharoitlarga javoban ta'lim sifatini oshirish, hududlarda obodonlashtirish ishlarini to'g'ri tashkil etish yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz sharhi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.